Короче, ana jam olib, ana xona sanga shuni shikaturka qilib qo'ysang, nasib bo'lsa, sessiyang 5 bo'ladi. Domla bitta baho olish uchun shuncha ishmi endi? Holi baho olishing padi apros. Holi qilib bergani? Keyin ko'raman. Endi yaxshi chiqsa 5 qo'yaman. Bo'lmasa lekin baho olmayman. Dada, ana taxtalar qayerga tashay? Ana burchaga qo'y bacham. Ha, burchaga. Domla bu kishi yo'qlaysizlarmi? Yo'q, bu o'tgan yil kursda qolgan bacha bu. O'rganib qolgan dada deb. Ana shu uylarga pulni o'zi ko'tardi. Ko'ryapsanmi? Endi nasib bo'lsa, buni ham ishlar zo'r bo'lib ketadi shu yil. Nimaga bahosini qo'yaverasizmi? Yo'q, sen kelding-ku. Birga qilyapsizlar-da, komanda bo'lib tugatasizlar buni. Zo'r bo'ladi. Beruka qara tunnel. Kirish bor, lekin chiqish yo'q. Aka, siz 1 yildan beri uydagilar so'ramaydimi? So'raydilar, magistra kirdim deb aldaveribman. Hay aka, siqilmang. Mayda galstukchadan ikkalamiz qochamiz. Tushundingizmi? Ha bachalar, dam olishmi? Sizlarga bitta zo'r yangiligim bor. Buxoro innovatsiyalar universitetida hozir sun'iy intellekt kursi ochilgan. Bepul kursi. 3 oylik bo'ladi bu kurs. Bepul umuman. Tushunyapsizlarmi? U kursni tugatib, sizlar uyda o'tirib, bemalol $1000 pul topishlaringiz mumkin. Tushunyapsizlarmi? Faqat o'zlaringiz mehnatlaringiz bilan, harakatlaringiz bilan. Zo'r akangi domla. Endi domla biz o'y boshlaganmiz tugataylik. Ha, sizlar ishlaysizlar aytgancha, endi qarindoshlaringiz bo'lsa bir aytib qo'yinglar, amasiga tarqatinglar demoqchi edim-da. Davay, turinglar ishlab, ish boshlanglar, davay. Ha.